Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Mana Greenleaf korporatsiyasida faqat ayollar ishlaydi degan insonlar uchun eng kuchli komandani, kuchli burgut liderlaridan Alijon akamlar katta komandani o'zlari shaxsan oilalari bilan shu korporatsiyani yaxshi ko'rib, shu komandada ish faoliyati yurityaptilar. Alijon aka, masalan, faqat ayollar ishlaydigandan qanaqa javob berasiz? Assalomu alaykum, hurmatli Greenleaf oilamiz, hurmatli hamkorlar, hurmatli taklif bilan yurgan insonlar, bu korporatsiyamizga hamkor bo'lishni niyat qilgan insonlar. Avvalambor ilgaridan oldindan ma'lumki, oilani boqish, ro'zg'or yuritish hammasi erkaklarning gardanida. Bu korporatsiyaga hamkor bo'lgan erkaklar birinchi navbatda o'zlarida shu oilani boqish xususiyatlarini, daromadlarni ko'paytirish xususiyatlarini yana bir bor kashf qilishadi. Albatta, musulmonchilikda ro'zg'orni boshqarish, oilani tebratish erkaklarga xos bo'lgan bir udum an'ana hisoblanadi va men o'zimni to'g'ri qarorim bilan mana shu korporatsiyaga hamkor bo'ldim. Oila a'zolarim bilan hamkor bo'lgan 7 kishi. Umr yo'ldoshim, 2 ta qizim bor, 2 ta o'g'lim, kelinim, undan tashqari qancha qarindoshlarimiz. Mana hozir yana bir marta qarindoshimiz bilan hamkor qilishga kelganmiz va bundan afsuslanmaymiz. Hurmatli erkaklar, hurmatli ayollar, ayniqsa ayollar o'zlaringizni, turmush o'rtoqlaringizni albatta bu korporatsiyaga kirishga taklif bering, da'vat qiling. Afsuslanmaysiz va kelajagingizni turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda yaratishda o'zingizda hissangizni birinchi qadamingiz qo'ygan bo'lasiz. Korporatsiyani eng afzalli taraflari, erkaklarga kerakli bo'lgan taraflari juda katta daromad. Daromadni arkasidan oilamizning farovonligi, ro'zg'orimizni butligi, farzandlarimizni ilmiga to'laydigan pullarimiz, turmush o'rtog'imizga kiyinadigan kiyimlarimizga to'laydigan pullarimiz va barcha biz uchun kerakli bo'lgan yashash uchun chiroyli hayotga, chiroyli kelajakka kerak bo'lgan hamma narsa mana shu daromadga bog'liq. Erkaklar, afsuslanmaysiz. Men afsuslanmadim, katta daromad egasiman, katta bir tadbirkorlik sohasida faoliyat yuritaman, 2 ta shaxsiy do'konim bor. Oilamizga o'zimizda kerak daromad yetarli, lekin va kelajakda bolalarim uchun, farzandlarim uchun, nabiralarim uchun, o'zimning kelajagim uchun, oilamning kelajagi uchun mana shu to'g'ri qaror qabul qildim va Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lib, hech vaqt pushaymon yemayman va hamma erkaklarni, o'zbek erkaklarini da'vat qilaman. Oilangiz farovonligi uchun korporatsiyamizga hamkor bo'ling. Adashmaysiz, xato qilmaysiz, pushaymon yemaysiz. Olg'a. Rahmat. Masalan, kecha mana 2 ta hamkor qilib, bugun qancha daromad oldingiz, Alijon aka? Mana kuni kechagi 2 ta hamkorlikdan oilaviy bo'lganligimiz uchun yana bitta hamkor pulini ishladik. 4.600.000 so'm daromadga ega bo'ldik. O'sha bonuslarni hozir so'rayapmiz. Yana bitta oilamizga kerak bo'lgan insonlar hamkor qilish niyatida edik. Mana keldik. 100.000 so'mgina qo'ysak hamkor bo'lar ekanmiz. Bir kunlik o'sha ko'rsatalasizmi o'zingiz bonusingizni? Ana yechdik istoriyasida ko'rsatib beraylik-da, gap isboti bilan. Mana Alijon akamlarni tanib olinglar. Jizzaxda top liderlardan, xudo xolasa, menejerlikda, direktorlikda birinchi chiqadigan ustozlardanlar. O'zlarini aytganlaridek shaxsiy bizneslari bor. Ayollari Dilfuza opamlarni o'zlarini shaxsiy ishlari bor, lekin mana shu mahsulotlarni yaxshi ko'rib, mahsulotlar orqasidan shunaqa katta komanda tuzib, hozirgi kunda katta cheklarni, daromadlarni olib kelishyapti. Mana hozir 800 ga o'zimning shaxsiy raqamim bilan ID kartamdan o'tkazdim. Yana oilamizdagi 2 ta hamkorimiz, oila a'zolarimizdan o'g'limga ham 1.200.000 so'm, yana turmush o'rtog'imga ham 1.200.000 so'm shaxsiy daromad, kunlik daromad. Shunday, mana 1.200.000 o'zim servizimizga xos surdim, 800.000 ni surdik. Tabriklayman. Qo'shimcha pul evaziga yana bitta odam hamkor qildik. Biz baxtlimiz. Kelajak bizning qo'limizda. Adashmaysiz. Olg'a, omadingizni bersin Alijon aka. Dilfuza opamlar bilan birga umra safarlariga, sayohatlarga chiqqaningizda, katta cheklarni olib, statuslarga chiqqaningizda tabriklash, birga Jizzax komandasi bo'lib turish nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.